Bu yuzli ko'rsatkim kelmayapti. Pulim bo'lganda o'zim o'ylab o'tirmasdan bosorardim. Uchtepa istirohat mahallasidan uchastka qidirganlar bo'lsa, quruvchi akalarimiz 1 sotix yer maydoniga uy qurishni ko'rsatib qo'yibdi. Akalar qaranglar, 3 ta yonma-yon qurilgan 1 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan tayyor patkulch uchastka binosini maydoni 180 kvadratga joylashgan bo'ldi. 2 etajli oppoqqina fasadda qaranglar, uchastkamizni o'zini balkonlariga ham ega, полностью patkulch qilib beriladi. Ana endi men mahallaga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Keng, fayzli, tinch mahalla, ko'chalar asfalt bo'lgan, gaz va suv umuman muammosi bo'lgan joylardan kanalizatsiyalargacha katta betonkaga 50 metr masofada joylashgan bo'ldi. Endi ichkaridan ham ko'ramiz. Ichkari tarafini ko'radigan bo'lsak, kirish keng, katta hovuz, studiy formatda kuxnya bilan bitta qilingan. Kuxnyaning ham razmerini qaranglar, kattagina razmerda o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Ozgina chalashlar qolgan, pashti tayyor holatda patkulch qilib berishadi. Yo'lak bo'ylab yurarkanmiz, bu yerda bitta umumiy sanuzolni ko'rishimiz mumkin va birinchi etajdagi eng oxirgi xonamiz bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi yoki zal, mehmonxona, o'zini orqa hovlilariga ham ega bo'ladi. Orqa hovlida kladovka xona yoki alohida sanuzol sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Ana endi ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, chiqarish keng, katta hovl, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ldi. Chap tarafda umumiy sanuzolni ko'rishimiz mumkin. Uni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona joylashgan bo'ldi. O'zini sanuzoli bilan birga joylashgan bo'ladi. Ikkinchi etajdagi eng oxirgi xonamiz bu kattagina razmerda yorqin zal, mehmonxonani ko'rishimiz ham mumkin. E'tibor beringlar, orqa hovliga qaragan oynalari ham bor ekan. Menga eng yoqqan taraf bor-ku, ikkinchi etajda qaranglar, kattagina razmerda balkonlari ham bor ekan. Xullas, okalar patkulch qilib beriladi, 1 sotixli. Qaranglar, betonka yo'li ko'rinib turibdi. Shundoqqina taxminan 50 metr masofada, 50 metr ham chiqmasa kerak. Uchtepa tumanida istirohat mahallasi joylashgan bu yerda 1 sotix 2 etajli binoni maydoni 180 kvadrat. 113 ming dollarga. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Albatta savdolashib olsanglar bo'ladi.